Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya oluvchilar, pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan fuqarolar, ota-onasi yoki bobo-buvisi pensiya olayotgan oilalar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap men iyuldan boshlab pensionerlar uchun e'tibor berilishi kerak bo'lgan yangi talablar, hujjatlar tartibi, ma'lumotlarni tekshirish va pensiyani o'z vaqtida olish masalalari haqida ketadi. Bu ma'lumot faqat bugun pensiya olayotgan odamga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir kishiga ham tegishli. Chunki bitta kichik xato, bitta noto'g'ri yozilgan ism, bitta yetishmayotgan hujjat yoki vaqtida yangilanmagan ma'lumot pensiya to'lovida kechikish, qayta hisob-kitob yoki ortiqcha olingan pulni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlarda muammo bo'lmasligi mumkin? Qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarur va amalda qayerga murojaat qilish kerak? Agar sizga shunday foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asosabini asraydi. Men ko'p murojaatlarda bitta holatni ko'raman, odam pensiya oladi, yillar davomida hammasi odatdagidek ketadi. Keyin birdan ma'lumotlaringizni aniqlashtirish kerak. Staj bo'yicha hujjat yetishmayapti. Bank kartangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz mos emas, qayta tekshiruvdan o'tishingiz kerak degan gap chiqadi. Odam esa hayron bo'ladi. Men 10 yildan beri pensiya olayapman. Endi nima bo'ldi? Mana shu savol juda muhim. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlariga, mahalla ma'lumotnomasiga, mehnat daftarchasiga, arxivdan olingan ma'lumotlarga va turli idoralar bergan tasdiqlovchi hujjatlarga tayanib yurardi. Fuqaro biror ma'lumotni olib kelardi, mutaxassis uni ko'rardi, hisob-kitob qilardi. Shundan keyin pensiya tayinlanardi yoki davom ettirilardi. Lekin bunday tartibda xatolar ko'p uchrardi. Masalan, bir joyda ism Abdulla deb yozilgan, boshqa joyda Abdulla deb ketgan. Pasportdagi tug'ilgan sana bilan eski mehnat daftarchasidagi sana bir kun farq qilgan. Korxona nomi o'zgargan, lekin arxiv hujjatida eski nom qolgan. Kimdir ishlagan yillari bo'yicha hujjatni vaqtida olmagan, korxona tugab ketgan. Arxivga topshirilgan hujjatlar to'liq emas. Natijada odamning haqiqiy mehnat staji bor, lekin uni isbotlash qiyin bo'lib qoladi. Endi esa tizimlar asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Ya'ni pensiya masalalarida fuqaroga tegishli ma'lumotlar turli bazalardan solishtiriladi. Shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlar, ish staji, daromadlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, bank kartasi, yashash manzili, tiriklik holati, chet elga chiqish yoki doimiy yashash ma'lumotlari. Buning yaxshi tomoni bor. Agar hamma ma'lumot to'g'ri bo'lsa, odam kamroq yuguradi, hujjat kamroq so'raladi, to'lovlar aniqroq bo'ladi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Bazalarda xato bo'lsa yoki ma'lumotlar mos kelmasa, tizim savol beradi. Ana shunda pensioner yoki uning yaqinlari tayyor bo'lishi kerak. Iyuldan boshlab e'tibor kuchayadigan asosiy masala shuki, pensiya olish huquqini tasdiqlovchi ma'lumotlar aniq, to'liq va mos bo'lishi kerak. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin beparvo bo'lmaslik kerak. Menga tegishli emas, pensiyam kelib turibdi-ku. O'zi bilib to'layveradi deb yurish noto'g'ri. Chunki pensiya davlat tomonidan belgilangan tartib asosida to'lanadi. Huquq bor bo'lsa, pul to'lanadi. Huquqni tasdiqlovchi ma'lumotda muammo bo'lsa, tekshiruv, aniqlashtirish yoki vaqtinchalik kechikish bo'lishi mumkin. Eng avvalo shuni tushunib olaylik, pensiya faqat yoshga qarab beriladigan pul emas. Pensiya miqdori odamning staji, ishlagan davrlari, daromadlari, ayrim imtiyozli holatlari, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotish kabi asoslar bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir pensionerda holat boshqa bo'lishi mumkin. Kimdir 35 yil ishlagan, kimdir 22 yil. Kimdir rasmiy ishlagan, kimdir uzoq yillar norasmiy ishlagan. Kimdir sobiq kolxozda ishlagan, kimdir zavodda, kimdir ta'limda, kimdir tibbiyotda, kimdir harbiy xizmat yoki zararli mehnat sharoitlari bilan bog'liq stajga ega. Oldin ayrim odamlar pensiyaga chiqayotganda keyin hujjat to'plasa qo'shamiz deb yurardi. Masalan, 1905 yildan 1902 yilgacha ishlagan davr mehnat daftarchasida bor, lekin maosh bo'yicha ma'lumot yo'q. Pensiya tayinlanadi. Keyin odam arxivdan qo'shimcha ma'lumot olib keladi. Qayta hisob-kitob so'raydi. Bunday holat hozir ham uchrashi mumkin, lekin endi har bir hujjatning haqiqiyligi
ma'lumotlarning mosligi bazalarda aks etishi muhimroq bo'ladi. Masalan, bir opa 6000 yoshga to'lib pensiya olayotgan bo'lsin. Uning mehnat daftarchasida 28 yil staj bor. Lekin 6 yillik bir davrda korxona nomi o'zgargan, muhira buyruq raqami ko'rinmaydi. Agar bu davr elektron ma'lumotlarda ko'rinmasa, mutaxassis aniqlashtirish so'rashi mumkin. Opa, men ishlaganman deydi. Bu gap rost bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisobida og'zaki gap yetarli emas, hujjat kerak. Agar arxidan tasdiq kelsa, muammo hal bo'ladi. Agar tasdiq topilmasa, stajning o'sha qismi hisobga olinmasligi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Yana bir misol. Bir aka pensiya oladi. Lekin bank kartasi o'g'lining telefon raqamiga ulangan. Pensionerning o'zi esa boshqa viloyatda yashaydi. To'lov kelib turibdi, hamma narsa yaxshi ko'rinadi. Lekin ma'lumotlarni yangilash paytida shaxsiy bank ma'lumotlari, telefon, yashash manzili, pasport ma'lumotlari mos kelmasligi aniqlansa, pensiya oluvchi shaxsan tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Bu pulni to'xtatish uchun emas, pul aynan egasiga yetib borayotganini aniqlash uchun qilinadi. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinda chiqqanlar va yaqinda chiqmoqchi bo'lganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz 1 yil, 2 yil, 3 yil ichida pensiya yoshiga yetayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni hozirdan tekshiring. Mehnat daftarchangiz qayerda? Undagi yozuvlar aniqmi? Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar bormi? Muhrlar tushunarlimi? Korxona tugatilgan bo'lsa, hujjat arxivga topshirilganmi? Siz o'sha davr bo'yicha maosh ma'lumotini olganmisiz? Bularning hammasini pensiya yoshiga yetgan kuni emas, oldindan tekshirish kerak. Ikkinchi guruh, eski mehnat daftarchasida xatolar bor odamlar. Masalan, familiya turmushdan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatlarda boshqa familiya qolgan. Ayollarda bu juda ko'p uchraydi. Qizlik familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqqan, pasportda yangi familiya. Mehnat daftarchasida esa eski familiya. Bunday holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar bu hujjat bo'lmasa, stajni bog'lash qiyinlashadi. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu yerda muddat, tibbiy xulosa, oilaviy holat, o'qish holati qaramog'ida bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar juda muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand 28 yoshga to'lganidan keyin kunduzgi ta'limda o'qisa, huquq davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida tasdiqlanmasa, to'lovda muammo bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun talabalik ma'lumotnomasi, ta'lim shakli, o'qish muddati kabi narsalar aniq bo'lishi kerak. 4-guruh, chet elga ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Agar odam pensiya oladi, lekin o'zi boshqa davlatda yoki boshqa hududda uzoq yashasa, tiriklik, yashash manzili, bank operatsiyalari, vakolatnoma orqali pul olish kabi masalalarda aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, yaqinlari pensionerning kartasi bizda, pulni olib turibmiz deb o'ylaydi. Agar pensionerning o'zi bu holatdan xabardor bo'lmasa yoki vafot etgandan keyin ham pul yechilgan bo'lsa, bu juda jiddiy muammoga aylanadi. Ortiqcha olingan pensiya qaytarilishi talab qilinadi. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz yangilangan, bank kartangiz o'zingizning nomingizda, telefon raqamingiz faol, yashash manzilingiz to'g'ri, mehnat stajingiz bo'yicha asosiy hujjatlar aniq, pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, katta xavotirga sabab yo'q. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men doim aytaman, hujjat joyida bo'lsa, odamning ko'ngli tinch bo'ladi. Agar siz pensiyani naqd pul shaklida olsangiz yoki bank orqali olsangiz ham, o'zingizning shaxsiy hujjatlaringizni tartibga solib qo'ying. Pasport muddati o'tib ketmaganmi? ID karta ma'lumotlari bankdagi ma'lumot bilan bir xilmi? Kartangiz muddati tugashiga qancha qoldi? Telefon raqamingiz o'zingizda ishlaydimi? Agar karta muddati tugasa, pensioner ko'pincha pensiyam kelmadi deb xavotir qiladi. Aslida pul kelgan bo'lishi mumkin, lekin karta faol emas yoki bank ma'lumotini yangilash kerak bo'ladi. Endi bir nechta oddiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 17 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Bank kartasi eski, muddati iyul oyida tugaydi. Otaxon kartaning muddatiga qaramagan. Pensiya tushgan kuni bankomatdan pul yechmoqchi bo'ladi, lekin karta ishlamaydi. U pensiyani to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida esa karta yangilanishi kerak. Bunday holatda bankka pasport yoki ID karta bilan borib, yangi karta olish kerak. Agar kerak bo'lsa,
pensiya bo'limiga ham ma'lumot yangilanganini bildirish lozim. Ikkinchi misol, 6000 yoshli ayol pensiyaga chiqmoqchi. U 1993 yildan 1990 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin familiyasi qizlik familiyasida. Hozirgi pasportida boshqa familiya. Agar u nikoh guvohnomasini olib bormasa, mutaxassis bu ikki hujjatdagi shaxs bir odam ekanini tasdiqlashga qiynaladi. Natijada stajni hisoblash cho'zilishi mumkin. Oddiy hujjat vaqtida tayyor bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Uchinchi misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan 19 yoshli yigit kollejni tugatib, universitetga kunduzgi o'qishga kirdi. Lekin o'qishga kirgani haqidagi ma'lumotni vaqtida taqdim etmadi. Tizimda u 15 yoshdan o'tgan shaxs sifatida ko'rinadi. O'qish holati tasdiqlanmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki aniqlashtirishga tushishi mumkin. Keyin yigit hujjat olib keladi, qayta tiklash so'raydi. Bunga vaqt ketadi. Agar u avvaldan talabalik ma'lumotnomasini tayyorlaganda muammo bo'lmasdi. 4-misol, bir pensionerlar boshqa viloyatga ko'chib o'tgan. Lekin eski manzil bo'yicha ro'yxatda qolgan. Pensiya oladi, lekin tibbiy, ijtimoiy yoki boshqa xizmatlarda manzil mos kelmaydi. Keyin ma'lumotlarni tekshirishda haqiqiy yashash joyi qayer degan savol chiqadi. Bunday vaziyatda ko'chib o'tgan joy bo'yicha ro'yxat vaqtincha yashash ma'lumoti yoki tegishli idoralardagi ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Eng nozik masalalardan biri vakolatnoma orqali pensiya olishdir. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal, chekka hududda yashaydi yoki farzandlari orqali pul oladi. Bu mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin vakolatnoma qonuniy, muddati o'tmagan va to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Onam aytdi, men olaman. Otamning kartasi menda degan og'zaki tartib xavfli. Ayniqsa, pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yetish mutlaqo noto'g'ri. Bunday pul keyinchalik ortiqcha to'lov sifatida qaytariladi. Ayrim holatlarda huquqiy javobgarlik ham yuzaga keladi. Yana bir nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Masalan, odam biror asos bo'yicha qo'shimcha to'lov olib yurgan, keyin o'sha asos yo'qolgan. Lekin u xabar bermagan. Natijada bir necha oy ortiqcha pul tushgan. Keyin tizim tekshiradi va sizga shuncha oy ortiqcha to'langan deydi. Odam men so'ramadim-ku, o'zi tushdi deb e'tiroz bildiradi. Lekin pensiya oluvchi yoki uning vakili holat o'zgarganini vaqtida xabar qilishi kerak bo'lgan bo'lsa, ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi qo'yiladi. Nogironlik bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'tish sanasini o'tkazib yubormang. Ba'zi odamlar avval ham uzaytirishgan, yana uzaydi deb yuradi. Lekin hujjat yangilanmasa, to'lovda tanaffus bo'lishi mumkin. Agar sog'liq holati og'ir bo'lsa, yaqinlari tibbiy muassasa bilan bog'lanishi, kerakli yo'llanmalar va xulosalarni tayyorlash kerak. Ayollar uchun yana bir muhim nuqta bor. Bola parvarishi davrlari. Familiya o'zgarishi, ish joylari orasidagi tanaffuslar, norasmiy ishlagan yillar. Har bir davr pensiya hisobida bir xil ahamiyatga ega emas. Shuning uchun men uyda bola boqqanman. Bu hammasi stajga kiradi deb umumiy o'ylamaslik kerak. Qaysi davr qanday tartibda hisobga olinadi? Hujjat bilan tasdiqlanadimi? Qo'shimcha ma'lumot kerakmi? Buni oldindan so'rash kerak. Yana ko'p uchraydigan muammo. Mehnat daftarchasidagi yozuv to'liq emas. Masalan, ishga kirgan sana bor, ishdan bo'shagan sana yo'q, yoki buyruq raqami yozilmagan, yoki korxona muhri yo'q. Bunday vaziyatda stajni hisoblashda savol tug'iladi. Agar korxona hozir ham ishlayotgan bo'lsa, undan ma'lumotnoma olish mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak. Agar arxivda ham topilmasa, boshqa isbotlovchi hujjatlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu jarayon oson emas. Endi eng muhim qism hozir nima qilish keraman? Birinchi qadam shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar tartibda bo'lsin. Hujjatdagi ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam pensiyaga tegishli hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Mehnat daftarchasi, ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar. Ta'lim davri kerak bo'lsa, diplom yoki ma'lumotnoma, nogironlik bo'lsa, tibbiy, mehnat, ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Hamma narsani bitta joyda saqlang.
Chunki zarur paytda hujjat qidirib sarson bo'lmaysiz. 3-qadam bank ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya tushadigan karta kimning nomida? Karta muddati qachon tugaydi? Telefon raqami ishlayaptimi? Bank ilovasiga kira olasizmi yoki hech bo'lmasa SMS xabar keladimi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, qonuniy vakillik masalasini to'g'ri rasmiylashtiring. 4-qadam. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga oldindan murojaat qilib, hujjatlaringiz bo'yicha maslahat oling. Menga qaysi hujjat yetishmaydi? Mehnat stajim qanday ko'rinadi? Arxivdan nima olishim kerak deb so'rang. Hozir bitta ma'lumotnoma olish uchun vaqt sarflasangiz, keyin pensiya tayinlashda oylar davomida kutib qolmaysiz. 5-qadam. Agar ish joyingiz eski bo'lsa, arxiv masalasini kechiktirmang. Tuman yoki shahar arxiviga sobiq korxona hujjatlari topshirilgan joyga murojaat qiling. Murojaatda to'liq yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz? Korxona nomi qanday bo'lgan? Lavozimingiz nima? Taxminiy bo'lim yoki sex nomi? Eski familiyangiz bo'lsa, uni ham ko'rsating. Arxiv xodimi sizning ma'lumotingizni shuncha aniq bersangiz, shuncha tezroq topishi mumkin. 6-qadam. Ma'lumotlaringiz o'zgarsa, xabar bering. Manzil o'zgarsa, familiya o'zgarsa, bank kartasi o'zgarsa, nogironlik muddati o'zgarsa, o'qish holati tugasa yoki davom etsa, pensioner vafot etsa, bularni yashirmang. O'zi bilib oladi deb kutish noto'g'ri. Vaqtida xabar berish kelajakdagi qarzdorlik va janjalning oldini oladi. 7-qadam. Hech qachon begonalarga hujjat va karta ma'lumotlarini bermang. Pensiyangizni oshirib beramiz, hujjatingizni tezlashtirib beramiz, karta raqamingizni ayting, tekshirib beramiz deganlarga ishonmang. Rasmiy idoralar sizdan telefon orqali karta paroli, SMS kodi yoki bank ilovasi parolini so'ramaydi. Pensionerlar firibgarlar uchun eng zaif guruh bo'lib qolmasligi kerak. Farzandlar ota-onasiga buni albatta tushuntirsin. Agar masala pensiya tayinlash, qayta hisoblash, stajni tasdiqlash yoki to'lovdagi kechikish bo'yicha bo'lsa, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Agar hujjat topshirish yoki elektron xizmatdan foydalanish kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markazi orqali ham murojaat qilish mumkin. Agar arxiv ma'lumoti kerak bo'lsa, tuman, shahar yoki viloyat arxiviga so'rov beriladi. Agar bank kartasi, karta muddati, pul yechish yoki hisob raqam masalasi bo'lsa, bankka murojaat qilasiz. Agar tibbiy xulosa, nogironlik yoki qayta ko'rik masalasi bo'lsa, oilaviy poliklinika, tibbiy muassasa va tegishli ekspertiza tartibi bo'yicha harakat qilinadi. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa, yozma ariza bering yoki murojaatingiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqamni oling. Arizada aniq yozing. Mening pensiyam bo'yicha to'lov kechikdi. Mening stajimga falon yillar qo'shilmagan. Men arxiv ma'lumotini taqdim etdim. Qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Bank kartam yangilandi. Ma'lumotni yangilashni so'rayman. Aniq yozilgan ariza aniq javob olishga yordam beradi. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi idoraga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin avval hujjatlaringizni tartibga soling. Ko'pincha nizoning sababi idoraning yomon ishlashi emas, hujjatning yetishmasligi yoki ma'lumotning mos kelmasligi bo'ladi. Agar sizda hujjat to'liq bo'lsa, o'z huquqingizni himoya qilish ancha osonlashadi. Azizlar, 1 iyuldan keyingi asosiy xulosa shuki, pensionerlar va pensiyaga chiqadiganlar hujjat, bank ma'lumoti, shaxsiy ma'lumot va huquqni tasdiqlovchi asoslarni tartibga solish kerak. Maqsad odamlarni qiynash emas, to'lovlar aniq. Manzilli va qonuniy bo'lishini ta'minlashdir. Lekin tizim qancha raqamlashtirilmasin, agar sizning eski hujjatingizda xato bo'lsa, arxiv ma'lumotingiz yo'q bo'lsa yoki bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, muammo baribir sizga kelib taqaladi. Shuning uchun bugundan boshlab bitta papka tayyorlang, hujjatlarni tekshiring, pasport va bank ma'lumotlarini yangilang, mehnat daftarchasidagi shubhali joylarni ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ular ko'pincha hammasi joyida deb yuradi, lekin kichkina bir hujjat ertaga katta muammo bo'lishi mumkin. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yoshingiz, holatingiz va muammo nimada ekanini imkon qadar aniq yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling.
Chunki pensiya masalasida eng katta kuch bu vaqtida olingan to'g'ri ma'lumotdir.